قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 7-darsni o'qiymiz. Hamda bugungi darsimizda sizlarga asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun biz ilgirki soatlik darslarimizda ism ishoratni erlik va ayol deb ikkiga ayirdik. Ya'ni ism ishorat ko'rsatish ismlari ichida erlarni ko'rsatadiganlar va ayollarni ko'rsatadiganlar bor. Erlarni ko'rsatadiganı hada. Bu yaqindagi erlik birlikni ko'rsatadi. Zalika bu yiroqdagi erlik birlikni ko'rsatadi. Avu degan gap. Endi biz ilgirki soatlik darsimizda hadihini o'qidik. Bu yaqindagi ayollik birlikni ko'rsatadi deb. Endi bizning bugun o'qimoqchi bo'lganimiz buning to'liqlamasi. Ya'ni biz endi tilkani o'rganamiz. Tilka bu yiroqdagi ayollik birlikni ko'rsatishni ishlatiladi. Ya'ni zalikaning ayollik shakli. Zalika yiroqdagi erlikni, tilka yiroqdagi ayollikni. İkkalisi ama birlik. Ko'p ayollar bo'lib qolsa tilkani ishlatgan olmaydi. Faqat bir dona ayol yiroqda bo'lib qolsa tilka avu deb ko'rsatamiz. Bugungi darsimizda asal o'rgatmoqchi bo'lganimiz tilka. Endi buning misollariga darsimizda diqqat qiling. Oldi bilan biz yangi so'zliklarni o'qitaylik. El-kelimatul jadida. Yangi so'zlar al-mumarridatu sistra. El-hadiqatu bog'cha. El-battatu ördek. El-muazzinu muazzin. En-naqatu tüge. Çiş tügünü ko'rsatadi, çiş tüge. Erkek tügünü ko'rsatmaydi, çiş tügünü ko'rsatadi. El-beydatu tuxum. Bir tal tuxumni ko'rsatadi. El-beyda deb oxirida ta bilan kelsa, bir tal tuxumni ko'rsatadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi' 7. ders. Sabi' degan 7 degan gap, daraja sana 7. Men hadihi bu kim? Men hadihi deb hadihini ishlatib so'g'an hamallam biz bunun javob chiqishini ilgarilam bu ko'rsatib so'g'ani ayolga deb bilib olsak bo'ladi. Chunki hadihi nima uchun ishlatiladi? Ayollar uchun yoki ayollik shakldagi ism uchun. Men hadihi bu kim? Hadihi Aminatu. Bu Amina. Ve men tilke ve avu kim? Demek tilke mu ayollik. Endi bu ayol ne diken? Yiroq diken. Ve avu kim? Tilke Fatimetu. Avu Fatime. Hadihi tabibetun ve tilke mumarridatun. Bu doktor ve avu sistra. Hadihi minel Hindi ve tilke minel Yaban. Bu Hindistan'dan ve avu Japonya'dan. Hadihi taviletun ve tilke kasiratun. Qarama. Bu tavile igiz ve avu pakar. Demek hadihi ayollik bo'g'achqa. Ya'ni bu yerda biz ko'rsatgan ayol bo'g'achqa tavilatun degan bu xabarmi qanday kelishi kerak? Ayollik shaklda. Tavilun bo'lsa erni igiz demoqchi bo'lsak tavilun deymiz. Tavilatun deb ta qo'shildi. Bunda bo'lsa ayollarni ifodalaydi. Ya'ni igiz ayol degan gap. Ve tilke kasiratun ve avu pakar ayal. Kasirun bo'lsa pakar er, kasiratun bo'lsa pakar ayal. Men hada bu kim? Hada Hamidun. Bu Hamid. Ve men zalika ve avu kim? Zalika Aliyun. Avu Ali. Etilke decacetun. Avu tohumu. La tilke battatun. Yok. Avu ödek. Battanamı ahirda təvəqqalıq üçün bunu ayrılıq boyunca muamele qıldıq. Ma tilke av nima? Tilke beyda. Avu tuxum. Yani bir tal tuxum. Hadihi seyyaratul muderris. Bu o'qituvchining mashinasi. Ve tilke seyyaratul mudiri. Ve avu mudirning mashinasi. Asa'atu Abbasin hadihi. Bu Abbasning saatimi. La hadihi sa'atu Hamidin. Yo'q, bu Hamidning saati. Tilke saatu Abbasin. Avu Abbasning saati. Demek bir yiroqni ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa saat. Ayollik shakldagi ism bo'g'achqa buningga tilkini ishlatdik. Zalika dikun. Avu xo'roz. Va tilka dajajatun. Va avu to'xo.
Bugungi dersimiz bu yerda oxirlashdi teksti. Bu tekstni sizlar yodlaysizlar. Unda o'zi biz ko'nikmalarni ishlaymiz. Tamarin ko'nikmalar. Iqro vaktub. O'qib, yozing. Buni sizlar tarjima qilib daftaringizga ishlaysizlar. Hadihi madrasatun. Bu maktab. Va tilka jamiatun. Va avu universitet. Zalika himarun va tilka baqara. Av eshak va avu kala. Himar degan aylik shakldagi so'z bo'lg'achqa, ya'ni oxirida ayollikning ta'siri yo'q. Aylik shaklda bo'lg'achqa zalika ishlatiladi. Baqara oxirida ayollikning ta'siri bo'lg'achqa tilka ayollik shakldagi ko'rsatish olmish ishlatiladi. Qolganini o'zingizlar daftarga yozib tarjima qilsizlar, bu sizlarga topshiriq. İkincisi, ashir ilal kalimatil atiya bi ismi ishara lil ba'id deydi. Tövəndəki sözlərə Yiraqның körüstüş ismi bilan körüstün deydi. Ashir degani nega gap? Körüstün. İlal kalimatil atiya tövəndəki sözlərə bi ismi ishara körüstüş ismi bilan lil ba'id Yiraqның. Yiraqның körüstüş almashlari qaysi? Zalika bilan tilka. Zalika erlik, tilkiço ayollik. Amma ikkilisi Yiraqningki. Biz ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa er kishi yoki erlik shaklda bo'lib qolsa zalikani ishlatamiz, ayol kishi yoki ayollik shakldagi so'z bo'lib qolsa tilkani ishlatamiz. Masalan, birinchisi ummun ekan. Ummun albatta ayollik bo'lg'achqa bunga tilka ummun deymiz. Ikkinchisi abun, dada. Zalika abun. Qalamun, zalika qalamun. Tilka milaqatun. Tilka aynun. Çünkü ko'z degan nima? Jub'aza. Jub'azani biz nima degan? Ayollik shaklda muomala qilamiz degan. Navasa tilkini ishlatamiz. Hajarun, zalika hajarun. Qonga o'zinglar qo'yib ishlab boqinglar. Hammasi sizlar biladigan so'zlar. Bu yerdagi jamalun tuga. Bu erkak tugini ko'rsatadi. Naqacho kishi tuga. Mana bizning yangi so'zlikning aslında ism ishoratlarni yig'inchoqlab qo'ydi. Yaqinning ko'rsatish ismlari hada bilan hadihi. Hada erlik uchun, hada Muhammad deganga o'xshash. Hadihi Amina bu ayollik uchun. Yiroqni ko'rsatish ismlari zalika bilan tilka. Zalika erlar uchun, tilkichu ayollik uchun. Ammo buning ikkilisi birlik. Hada mu birlik, hadihi mu birlik. Zalika mu birlik, tilka mu birlik. Unda bo'lsa arkadaşlar bugungi darsimiz mushahada oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.